Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi videomizda mana reaktorlarimizni tayyorlab bo'ldik. Mana suv sepish jarayoni, suvlarni ulab qo'ydik. Mana fontanchalar qo'yganmiz. Mana shu tarzda endi suvlar sepib turadi. Do'stlar, reaktorlarimiz ustini yopib qo'yishimiz sababi endi namlikda undan buyoq gullar asiydi. Namlikni ushlab turish uchun. Mana bu yerga mana quyosh uncha tushmaydi. Salqinroq tomoni. Kunduzi ham o'shaning hisobiga buni ustini yopmadik. Do'stlar, kimlarga qiziqayotgan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'kkanlarimiz. Mana shu tarzda suvlarimizni sepib boramiz. Albatta obuna bo'lishni unutmaysizlar. Like tugmachasini bosib qo'ysalaring. Videomiz birinchilardan bo'lib ko'rishlaring mumkin. Do'stlar,